Всем привет, men qadrli любимчиklarim. Bugun sizlar bilan birgalikda Chevarga boramiz, ya'ni ko'ylak tiktiramiz. Qani ketdik. Ertalab 6:30da turishim kerak edi, lekin men 8:30da turdim. Hech kim meni ertalab uyg'otmagan. Kecha yo'ldan charchab kelganda, lekin avran qaranglar qanaqa zo'r, tabiatda mezza. Yuz qo'limni yuvgandan keyin makiyaj ham qilgim kelmadi. Sraz namlantiruvchi krem surkadimda SPF chopilab, ketidan keyin shunday kontur qo'ydim labimga, bo'ldi. Kechqurun shtapilimni yuvib qo'ydim. Chunki bilasizlar, shtapilni yuvmasdan kiyim tiksa, bitta kiyim yuvsang kichkina bo'lib qoladi. Keyin o'sha kiyimni kiyib oldim, qora dvoykami. Ko'pchilik voy Toshkentga borib kelib qorningizni ochadigan bo'lib qolibsiz. Yo'q, avvalgi kiyimlarim bu. Hali Toshkentda men kiyim olganim yo'q. Gilos yegim keldi-da, qarasam, mayli kechki payt yeyman, kech qolyapman. Yugurib singlimni oldim-da, singlim maktabga ketadi, men bo'lsa Chevarga ketaman deb singlimga bay dedim-da, sirazi katta yo'lga chiqdim. Esinglardan o'rtoqlar, shu katta yo'ldan doim Farg'onaga ketardim. O'sha har kun Farg'onaga qatnaganlarim esimga tushib ketdi. Mashinaga o'tirdim-da, narigi uyimizga bordim. Quvasoyda qaranglar qanday chiroyli. Uyga kelsam, kalit esimdan chiqib qolgandi. Sirazi darvozadan oshib, yana bitta materialim bor edi, shuni olishim kerak edi. Bir amallab darvozadan qiynalib ochdim-da, keyin materialimni oqtarib, oxiri topib, yana qaytib qanday oshgan bo'lsam, xuddi shunday qaytib tushdim-da. Materiallarimni sirga ko'z qilib Farg'ona sari yo'l oldim. Issiqdi kunda shunday mashina kelish qiyin bo'ladi. Mashinaga o'tirgandan keyin sirazi ko'zim manikurimga tushib qolibdi, uje eskirib qolibdi, yangilashim kerak dedim. Farg'onaga ham yetib kelib, Vodil Pitakka kelib, Vodilning mashinasiga o'tirdim-da, yo'l oldim. Vodil bilan Quvasoy odatda bir xil, bilmadim nimagadir rosa o'xshaydi. Va nihoyat Chevarxonaga ham yetib keldim. Qanaqa ko'ylaklar tiktirganim qiziq bo'lsa, keyingi videoyimni kutinglar.